Hammaga salom. Yangi hammaga. YouTube videomiz Ko'lin shahridan. Bu yerga kelishimizdan sabab mana bu qorli, sovuq havoda ko'chaga chiqishimizga sabab mana bu qiz. Chunki uzun qora kurtkasi yoqmayapti. Yangi kiyim xohlayman. Yangi kiyim istadi va biz shu havoga qaramasdan shopping uchun keldik. Endi biroz piyoda yurimiz va shoppinglar magazinlar. Ozgina sovug'i, no krasota. Zo'r yoqyapti menga ham havo. Yo'q, uyda chiroqlaylik. Ko'proq uyda chiroqmoqchimiz, magazinlarni aylanamiz. Может, obzorchik qilar biz magazinlarga. Yangi shmotkalar sotib olamiz, chunki singlim bu oy ko'p sayohat qiladi. Sayohatlar oyi men uchun 26-yil sayohat bilan boshlandi. Sayohatlar boshlandi. O'zi hozir ham. Yaqinda aytamiz, yilning birinchi sayohati qayerga bo'lishini, qiziqarli bo'lishi aniq. Malo yaxlarkanimizda. Qor to'xtadi lekin afsuski, shamol yog'ishini istayman. Yoqimsiz shamol, uchun qor bo'lsa shamoldan ko'ra. Sochlarim uchiga tutib sochimni yig'ishtirib qo'yishlar. Qaranglar, biz nima ko'rib qoldik. Yoshligimiz. Barbilar xoturdagi. Barbi, qara. O'zimiz kiyimlar tikardik. Materialchalar o'rab. Necha yoshga kirsa ham menimcha Barbiga qiziqish. Yaxshi ko'raman Barbilarni, shunaqa yoqardi. Har xil kiyimni tikish, o'ynatish. Qaranglar, qanaqa qaysiga? Keyin ham bor, keyin. Keyin yoqmaydi menga lekin. Ha, keyin. O, qara, anaqa bunaqa Barbilardan bilmayman, bular qimmat. Ha, qara. Zo'ra. Har xil bu komikslar, har xil multiklarni figuralari bor magazin Ko'linda joylashgan. Har xil anaqalar ham bor. Komiks kitoblar bor. Juda ham qiziqarli. Bittasi 750 yevro ekan. Bu degan $9. Eski Kinder nimalari, o'yinchoqlar menimcha. Video kamerada hammasi yozib qo'yilgan, himoya qilinadi, aniq qilinadi. Qiziq. Shunaqa ikkita asal ko'ylak topdik Malola uchun. Bittasi mana bunaqa krasnoy plastikka qaranglar asalligini. Orqasi mana bunaqa bantik qilib bog'lab qo'yiladi. Bittasi mana bu qora. Chiroyli ko'rinadi. Orqasi buni ham bantik qilib bog'lab qo'yiladi. Bir xil stilda, lekin ikki xil materiallik. Malola hozir kiyib ko'radi buni. Da. Necha pul bular? Bular juda ham skidkaga tushgan, qara. Bu qizili 30 yevro bo'lgan. Hozir 400 ming bo'lgan. 9 yevro. 9 yevro. 400 mingdan pashti 100 mingga tushgan desa ham bo'ladi. Mana bu ham 30 yevro bo'lgan qorasi, bu 18 yevro bo'libdi. Yaxshi. Bu 200 qancha? Normalni chiroyli ko'ylaklar. Kiyib ko'raman. Apamlar men uchun chatina narsa izlayaptilar. Men erinaman lekin shuni izlashga. Yo'q, men qarayman, erinmay. Bunaqa shundan kerak. Ta'tilga mos narsalar olamizda, Malohat issiq anaqaga boradi, davlatga boradi. O'sha uchun Maloshga anaqa narsalar kerak. Ta'til bo'lib narsalar kerak. Men bunaqa sharabar, Shtaram yoqibdi lekin. qaysi yoqyapti? Bunisimi, yana bunisimi? Bunisi. Oq bolchka bilan. Maloman juda och qoldim. Men ham och qoldim, lekin magazinlar yopiladi uchun Ovqatlashga kirolmay aylanyapmiz, qidiryapmiz. Men bu qizga ust kiyim hali topmadik. o'zi самый главный maqsad kiyim edi. Boshqa narsalar qichog'lik. Ikkita ko'ylak oldik, ikkita futbolka oldik. Endi kerak edi. Bular ham kerak edi. Endi o'sha ust kiyimni ham magazinda bor deb o'ylayapmiz, o'sha ketganmiz. Qachon deb aytdim, qarasak bo'ladi men magazindan. Kiyim topaylik kiyim. Birinchi o'zi prioritetda ust kiyim. Qo'shiq aytyaptilar. Biz qaram bilan qo'shiq. Odam ko'p, juda ham qaranglar. Yaxshi bo'lyapti-ku, hala? Keyin iti bilan ham shopping qilib, ishni qaranglar. Maloga zo'r narsa topdik. Boshiga. Shapochka. Yarashganni qaranglar. Shapka ko'p kiymayman, umuman kiymayman. Qarang, shu turganda ustidagi kiygan mana bu dublonkacha bilan kiyib ko'rsin deb shuni boshiga qo'ysam.
topda egasini. Buni olamiz. Hozirgi havoga mos emasmi? Yo'q, bu mos. Ben sevmaymanmi? Ham chiroyli narsa. Chiroyli narsa, lekin hozir kerak. Bu yarashtiribdi malosh kiyib ko'rdi hozir. Kirasizlar olib kechalarimda. Zakachlik kiyib yurayman. Da. Okay. Qancha ekan? 2 euro ekan. Skidka bo'libdi bunga. Oldi qancha bo'lgan bilmayman, endi 40 euro bo'libdi. Gazeta 500 minglar. 600 minglar shunday. Malo, вообще sen yangi obrazing yo'qyapti. Oy tushib ketdi. Qo'lim. Veshulka bo'ldim, veshulka. Saraga qachondan kirmaganim, menga narsalari вообще yo'qyapti. Mana buni sevdim, buni qaranglar, sevdim. Men menga mana shunaqa narsa yo'qyapti вообще. Yana bittasi ko'rsam hozir. Yana bittasi O'zbekistonda eslatdi menga. Buni qaranglar. Bu ham yoqdi, menga buni qarsalar yo'q olmagan. Bu ham yoqdi. Yana ham hozir menga o'sha aziyatskiy stil ko'proq yoqyapti. Shunaqa расслабленный obrazlar. Men bu yoqdi menga yana. Kiyib ko'rgan bo'lardim, lekin hozir hech narsa yo'q, juda ham yo'q, ko'nglim anaqa bo'ladi. Og'riydi, olmasamki, men ham yoqdi. Lekin shunday narsa ko'p. Keyin nima desam, ko'plarga putaga pul yo'qotmaydi deyman. Undan ko'ra sayohatlarga yo'qotish kerak. O'sha pul deb hisoblayman, lekin baribir ham olaveraman-da o'zi ba'zan ko'p hollarda. Bir xil yangi duxi oldim Zaradan. Bu endi qimmat duxilarni tashlatib hamma joyga ko'p sepib tashlab bo'lmaydi-ku. Shuning uchun ba'zan mana shunaqa duxilar olib o'rtada ishlatsangiz, anaqangiz original qimmat duxilar ko'p qolmaydi. O'zi to'laydigan kassalar bu yerda malosh. Ham bu yoqqa tashlaysan. Bu tashlab qo'yding. Hisoblaydi. Malo hayron qolibdi buni ichiga so'gandan. Sразу ko'rsatdi nimalar so'ganimizni, nimalar sotib olganimizni. Buni ham so'laymi? Skaner qildi mana kodlari bor-ku, skaner. Buni ham so'laymi? Ha, buni ham hisobla. Lekin mana Twitter. M razmerdagimi yo'q подарочный упаковками? Endi Menimcha M bu. Texnologiya. okey. M. Okay. Дальше. Ha. Qo'shding hammasini. 3 ta anaqa deyapti, 3 ta narsa olyapsan va bitta paket olyapsan. Davom etamiz. Kredit, to'g'ri, kredit bilan to'laysan. Malo o'zini istagidagi uskin topgandan men ham xursandman. Qarang, oplata dollar. Malo olgan narsalar $142, yevroda esa $119 bo'ldimi? 119 yevro bo'ldi. Bu где-то 1,5 millionmi shunda? 1,5 millionga oldik. Zaradan. Maloshga endi o'qib chiqaryapmiz, mana ko'rsatib yo'qdi. Bu bilan bu yoqda bu bola romantik, havoga yaxshiroq. Bu ham asalcha. Biz indiyskiy restoran keldik ovqatlanishga. Mana bu ichimlik, nima deyiladi? Ko'tarib ko'rsing. Mangolik nimadir? Mango laysi ichimligi hindlarni juda mazali yoqadi menga. Yogurtdan va pyure qilib ezilgan mangodan tayyorlanadi. Yomon shirin ekan sevgan. Shirin. Anaqasi ham temirchalik shishalari. Maza. Shu maza men uyda ham qilib ko'rgandim. Sut yogurtdan aralashtirib qilgan. O'zbekistonga kelib desdim. Germaniyaga kelib birinchi marta o'zi indiska qilib yeb ko'rdim. Rossiyada ham yerimdan uchragan, lekin yemaganman. Bilmayman nima uchun qiziqmaganman. Vkusniy ekan, menga yoqdi o'zi. Nima edi? Chicken tikka masala degan yeyman. Siz? Men bata chicken. Hozir ko'rsatamiz. Mani singlim kichkinaligidan buyon Hindistonga borishni orzu qiladi. Hozir so'radi, "Malohat, hali ham shu orzung bormi?" dedim, "Hali ham bor ekan." Indiski idishlarda chicken tikka masala, guruch bilan indiski noni. Men Shohruxxonni ko'rishga boshladim. Shohruxxonni ko'rishga boshladim. Yoqimli ishtahlarga. Sous yo'q lekin menga. Qani,
achchiq. Men o'rtacha achchiq qilinglar yo pastroq achchiq qilinglar deb so'radim. Yomon ham achchiq, lekin yesa bo'ladi. Uchtani aralashtirib. Yeb ko'ribsiz? Menga bata Yeb ko'raman. umma chiqdi. Sizga shirinmi? Shirin. Menga yeb ko'ring-da. Achchiq yomon. Yomon ham demagan bo'laydim. Sen demak achchiq yemaysan gulga o'xshab. Yebilaman. Yiyo'man-ku. Ashulma. Nonchasini aytib ko'ramiz. Bunaqa non aytdik. Rotsi deylar ekan buni. Qora undan qilinganmi? Qora undan. Shuning foydaliroq qora undan. Yana yupqa. Yeb ko'ring-chi. Ustiga sariyog' surtilgan. Mazali-ya. O'zimizcha dieta boshlaganmiz, sizlar aytganmiz yo'q. Bugun lekin faqat qaynatilgan tuxumdan boshqa hech narsa yeganimiz yo'q. Уже kech tushdi. Menimcha kuniga biz 2 mahal yeyapmiz. Kuni bo'yi yurdik, och qoldik. Kuni bo'yi yurdik, obed qilganimiz yo'q. Yeymiz. Qaytyapmiz biz. Sizlar taassurotlarni aytsak, Aytib qo'yacağım. bugun отличный zo'r покупкаlar bo'lib, buncha oson topamiz deb o'ylamagandim, xursand bo'ldim. Agar magazinlar yopilmaganda men yana o'zimga aylangan bo'lardim. Lekin o'sha ovqatlarni chiqib yopildi. Ha, ovqatlarim chiqdi, ovqat ham zo'r. Turam indiyskiy ovqat. Qor bo'qajam qara. Shaharda qor yo'q. Qayerlargadir qor bor, qayerlargadir yo'q. Tashqariga chiqsa qor yo'lda. Ha, bu покупкачalarni endi boshqa davlatchalar ekkanmiz, nasib bo'lsa. Nasib qilsam bo'lyapman malo. Da, men ham xursandman. Yaxshi narsalar oldik. Da. Ko'ylak, вообще men o'zi ko'ylak kamdan kam kiyaman, majbur bo'lmasam kiymayman. O'zim Yarashdan olibsan. ko'ylaklarga o'zim yomon his qilardim, yaxshi his qilib udachna bo'ldi. Shapka ham. Shapkani ham yoqtirmasdim. Men shapka majburlab ham sovuqda ham kiydira olmaslar onamlar. O'zim yoqib qoldi. O'zim shapka sotib oldim, faqat onam oladi. Topdikda yarashib, haqiqatan yarashib chiroyli turgan. Xursandman qancha. Ustiga kiyim qanaqasiga o'xshaganini ko'rsataydi. Maloshni ustiga olgan kiyimni nimani eslatibdi menga deyman-da. Materiali qaranglar. Materiali. Kishni qarasam, sumkaga o'xshaydi. Malosh dedim senga sumkam shunchalik yoqqanmi? Bilmagandim. Uni rangi просто to'qroq. Yaxshi ko'rindi-da, ko'zim yana deydi. Yo'q. Haqiqatan yoqqan ekan mana senga. Kunimiz yaxshi o'tdi. Yarim kunda chiqqandik. Biz yarim kunda shuncha yaxshi katta ish qildik bugunga. To'g'ri. Udachni bo'ldi. Endi uyga qaytyapmiz. Qancha vaqtga boramiz? 20 daqiqada. Bonda bo'lamiz, keyin magazin kirib chiqmoqchimiz. Olmoqchi edik, shampun olishimiz kerak. Maloni shampuni, faqat shampun ishlatadi. O'sha Gulinikida qopdi. Men endi sochim bo'yalgan sochlar uchun shampun kerak. Men opamnikida qopdi mana o'zimniki. Berak kelib, mani sochimni perxit bosdi. O'zi hida soldirish shampuni O'zbekistonda ishlatmasdim, boshqacha ishlatardim. Berak kelib endi hida soldirish ishlatyapman. Perxit bo'ldi sochi berak maloni. Men keyin kraska olib sochimni ham bir marta bo'yaymizmi deyapman, chunki mana oranjiy qilib qo'yding, rije qilib qo'yding desam ham yo'q, svetda shunday ko'rinadi. Baribir rije qilib qo'yganman. Shuning uchun qaytadan boshqa rangga bo'yamoqchimiz. Biz bo'yasangiz bo'yaverarkansiz endi. Qo'l bola bo'yaymiz. Qo'l bola.